Bilasizmi, biz hech ham charchamadik. Insonlarni aybini topib, ularni xatosini qidirishdan, g'iybat qilib, hattoki yaqinlarimizni hayotini muhokama qilishdan hech ham charchamadik. To'g'ri yo'ldan ketmayapti deb, o'sha o'zimiz uchun to'g'ri deb hisoblagan yo'lni ularga ko'rsatamiz. Hamma bizni maslahatimiz bilan yashashi kerak-ku, to'g'rimi? Dunyoda boshidan eng ko'p ish o'tkazgan yagonamiz. Xullas, dahomiz. Mehr bilan aytiladigan nasihatlar haqida so'z ketmayapti hozir bu yerda. Aslida esa insonni biz emas, shu xatolar o'zgartiradi. Afsuski, shu xatolar orqali inson tajriba orttirishini va yuksalishini biz bilmaymiz. Har bir odam o'ziga bergan xatolari ortidan haqiqatni kashf qilmasa, siz u biz muhokama qilsak ham unga Robbisi bergan darsini ololmaydi. Chunki hammani o'zi uchun o'zini haqiqati bo'ladi.